Alloh azza va jalla Hashr surasida marhamat qilib aytadi: "Estaizu billah va la takunu kallazina nasulloha fa ansahum anfusahum." Ey mu'minlar, sizlar Allohni unutgan kishilar kabi bo'lib qolmang. Agar Allohni unutsangiz, Alloh ham sizlarni o'zlaringizga kimligingizni unuttirib qo'yadi deydi. Bugungi kunda ba'zi bir insonlarni ko'rasiz, ichkilikka berilib ketgan, giyohvandlikka berilib ketgan, qimorga berilib ketgan va hokazo. Ayniqsa mana bu ichkilikka berilib ketgan odamlarning hayotiga qarasangiz, ichib kelib xotinini so'kkan, urgan, xotinini taloq qilgan, uyga haydab yuborgan, bolalari bezor, qo'shnilari bezor. Mana bu hayot shunaqangi bir Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday aytib qo'ydi: kim Qur'ondan yuz o'girsa, unga tor hayot bor. Kim Allohni unutsa, Alloh ham unga o'zligini unutur. Mana haqiqiy bu oyatning daliliki, Alloh unga insonligini unuttirib qo'ydi. Nima uchun yashayapti? Bolalari nima bo'ladi, xotinlari nima bo'ladi, oilasi nima bo'ladi, o'ylamayapti buni. Ertaga quda andalik bo'lishi bor, ertaga qizlarni uzatishi bor, o'g'illarni uylantirishi bor. U narsalarni umuman o'ylamaydi. Oxirat, dunyo umuman o'ylamay qo'yadi. Nimaga? Chunki Alloh unga kimligini unuttirib qo'ydi bugun. Mana bu oyatning dalili. Alloh saqlasin. Mana bu illatdan Alloh o'zi asrasin. Qur'oni Karim boshqa bir oyatda Alloh taolo aytadi: "Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka." Kim mana zikrimdan yuz o'girsa, albatta unga dunyo hayoti tor, qiyinchilik bor. Albatta unga dunyo hayoti torlik bor. Katta qiyinchilik, mashaqqat bor deydi. Va nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Va biz uni qiyomat kuni ko'zini ko'r holatda tiriltiramiz. Qala li hashartani a'ma, va aytadi: "Ey Robbim, meni nima uchun ko'zimni ko'r qilib tiriltirding? Va qad kuntu basira, dunyo hayotida meni ko'zim ochiq edi, ko'rardim" deydi. Qala kazalik, meni qonunim shunaqa deydi Alloh taolo. Atatka ayatuna fanasitaha. Senga Qur'on, shariat, mana shuncha eslatmalarim kelganda sen unutding. Mani kalomimdan yuz o'girib, ko'rib ko'rmaganga olib yashading. Kazalika al-yawma tunsa, endi bugun qiyomat kuni sen unutilasan. Sen insonlarni xotirasin, o'chirilasan. Senga hech ham yordam berilmaydi, unutilasan deydi Alloh taolo. Alloh mana bunaqangi illatlardan bizlarni o'zi saqlasin. Shariatga amal qilib, taqvo qilib, ibodat bilan yashashlikni Alloh hammamizga nasib aylasin.